Assalomu alaykum do'stlar. Biz bugun qanaqa Robloxdan o'yinlar o'ynaymiz. Hozir Robloxdan qanaqa o'yin o'ynasak bo'ladi? Menimcha qanaqa o'yin o'ynaymiz? O'ynashga o'yin yo'q. Mana shuni oynaylik. Mana shuni qochishni oynaylik. Hamma o'ynaydi-ku. Biz ham bir o'ynaylik do'stlar. Xullas kanalga like, bu videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qolinglar. Shuncha video, shuncha narsalar chiqaryapman. Reklam qochardan mana shu yerdan. Men bir Robloxda avvaldan o'ynardim. O'ynaydigan o'yinlarni dahshat ko'p edi. O'sha sizlarga olib bermoqchi edim, lekin chiqmadi. O'chirib tashladim keyin. Robloxdan qiziqarli o'yinlar yo'q ekan deb. Lekin bekorga vaqt tushdi. Hadi, eshik ochiqmi? Eshik ochiq. Nima bor ekan? Menimcha avvalgisida bu eshik ichida ochiq bo'lganda, ammo yo'q edi, ha? Mana shu eshik hammanikda boshqacha narsa turardi, bilib. Ko'rdim. Yo'q, qochish kerak. Mashina bitta imkoniyatda qilsa bo'ladi, ikkita imkoniyatda qilsa. Oshirolsin. Men bitta imkoniyatda qilaman. Ha? Aynan bilmaydi ekan. Tez yuradigan bo'lmasin. Fay. O'rtoqlar bundan o'tish uchun 90 marta qiynalish kerak. Keyin aytibman do'stlar, o'zingiz like bosib kanalga obuna bo'lib qolinglar. Keyin men mana shunday o'taman. 7 minut o'tdi. Yo'q, 8 mi? Bo'lsin. Ha?